Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanal a'zolari. Xudo xolasa bugungi sanamiz 5-iyun sanasi 2026-yil. Yangi tovarlar tushgan. Xudo xolasa hammasining narxlari, razmerlar bilan ma'lumot berib o'taman. Sizlardan iltimos video davomida ko'rib tursangiz, sizlarga kerakli ma'lumotlarni hammasini berib o'taman. Uzunligi 4 metr, 6 metrli strapel, 4 metrli shpuntli polli, lagi, to'sin hammasini aytib o'taman. Xudo xolasa ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bittadan like bosib, do'stlarga yuborib qo'ysanglar, Xudo xolasa kerakli ma'lumotlarni olasizlar. Manzilimiz Namangan shahar Shamshpo bozori 573-574-joy, 3-ratda. Bu taraf o'rta darvozadan kelganda o'rtaga to'g'ri keladi. Bu taraf esa Terak bozoridan kirganda 3-rat chap qo'ldan bu tarafdan ham o'rtaga to'g'ri keladi. Xudo xolasa ishimizni boshladik. Uzunligi 6 metrli bo'lgan, kengligi 14, qalinligi 32-33. Suxoy taxta, holat zo'r to'rqirli. Sifati ideal holatda tilingan, kengligi 14 cm, qalinligi 32-33. Xudo xolasa ko'rsatishi. Buni narxi 117 ming so'mdan. Bu yerda esa 11 cm-ligi xuddi shuni. Yine 11 cm, qalinligi 33. Uzunligi 6 metrli. Bunisining narxi esa 92 ming so'mdan. Suxoy taxta, chasni xuddi zavod singari, valnasiz chiroyli tilgan. Suxoy uzunligi 6 metrdan uzun, xudo xolasa. Uzunroq kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olsani bo'ladi. Bu yerda esa 10 plus, qalinligi 4 plus, 10,5 ga 4 deyiladigan strapelli. Uzunligi 6 metrli, belyari taxtasi bu ham sasna, bu xo'l kelgan. Bu ham belyari taxtasi suxoy kelgan, quritgan. Uzunligi 6 metrli, qalinligi 4 plus. Bunisining donasi 102 ming so'mdan. Strapelli 6 metrli. Bu yerda esa 12 ga 4 ikkinchi sort taxta shu yerda qurgan, kengligi 12, qalinligi 4. Bir ko'nli plus minusi bor. 12 ga 38 kelgan o'zi. Buni bir donasi 113 ming so'm, 15 mingdan qo'yib kelgandir. Xudo xolasa ko'rsani bo'ladi. Kimgadir 12 kerak bo'lsa bor. Bunisi esa 15 plus, qalinligi 4 plus. Belyari sasna taxtasi, ko'rinishini ko'rsani bo'ladi. Xudo xolasa hammasi deyarli shunaqa ideal holatda. Katta butog'i, garbil defekti yo'q. Yine 15 plus, qalinligi 4 plus, uzunligi 6 metrli, 100% sasna. Holati zo'r. Tagidan ko'rsani ham bo'laradi. Bittasi emas, deyarli hammasi shunaqangi mayda butoq taxta. Yonlardan ko'rinishi old orqa standart to'rqirra bo'ladi. Bunisining narxi esa 150 ming so'mdan donasi. Yine 15 plus, qalinligi 4 plus. Buni 15 ga 5 pluslari ham 180 ming atrofida chiqadi, 180 ming oshiqroq. Kimgadir 4 plus eng kattaroq keladigan bo'lsa, mansarda tomligi juda zo'r ishlaydigan razmer. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 13,5 ga 13,5 6 metrli brus. Narxi 530 ming so'm. 14 ga 408, 409 gacha ko'rsatadigan 5 metrli lestvenitsa. Holati zo'r, to'rqiri, old orqa standart katta butoq garbili yo'q. Bunisining narxi 175 ming so'm. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Laga to'sinlikka. To'liq yengilroq variant. Bu yerda esa 9,5 brus, 6 metrli, 100% sasna. Holati zo'r, katta butoq, garbil defekti yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin yonlardan ham mayda butoq. 210 ming so'm, 6 metrli. Bu yerda esa budjetli variantda shifr reka 6 metrli. Bu ham suxoy belyari taxtasidan tildirilgan. 4,5 ga 33-32 ko'rsatadi. Uzunligi 6 metrli, quruq reka. Mana pachkasi ko'rishingiz mumkin. Katta butog'i, garbili yo'q, inshaalloh. Chiroyli holatda tildirilgan. Kengligi 4,5, qalinligi 32-33 ko'rsatadi. Buni 1 metri 6500 so'mdan. Xudo xolasa holati ideal holatda. Bunisi esa 5 ga 4 plus. Donali reka, qalinligi 4 plus, eni 5 plus. Qolgan razmeri. Holati ideal holatda, inshaalloh sifati zo'r, 6 metrli donali reka, 6 tadan qilib pachkalangan, 2 rat.
Buni ichida ulangan garbil defektlar yo'q. Hammasi 4 qirra donali reka. Ko'rishingiz mumkin. Buni 1 metri 8800 so'mdan. To'liq 5 ga 4. Orada bir uzilish bo'lib qoldi. Xudo xolasa buni orqasi endi uzilmaydi. Inshaalloh chiroylab ishini ham bitkazib beraman. Juda ham ko'p so'rov bo'ladi. Rekaligi uchun ko'proq qildirib qo'yilgan. 1 metr 8800 so'mdan reka. Bunisi esa to'liq 4,5 ga 4 metrli shu yerda qurgan. Holati zo'r. Yani yondan ko'rinishi oldilari ko'rsani bo'ladi. Old orqa standart 4 qirra reka, kengligi 4,5 cm qolishi, qalligi to'liq 4 cm qolishi. 100% sasni xudo xolasa holati ideal holatda bemalol ko'rsani bo'lardi. Buni narxi 1 metri 7300 so'mdan. 4 metrli 4,5 ga 4. Bemalol ko'rsani bo'lardi inshaalloh. Quruq reka. Bunisi esa 11,5 ga 34. 11,5 3,5 4 metrli strapili. Sorti yel taxta, suxoy zavod taxtasi. Old orqasini ko'rsani ham bo'ladi. Inshaalloh chiroyli taxta. Buni narxi 63 ming so'mdan. Kengligi 11,5, qalligi 34. Suxoy yel taxta. Xuddi shunaqangi mayda butoq bo'ladi davomi. Butoqsiz tozalar ajramagan ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chumchuq ko'z butoq deyiladi. Manaqa mayda butoq bo'ladi. Oq butoq. Narxi 63 ming so'mdan. Bu yerda esa 15 ga 3 uzunligi 4 metrli zinaga, apalfkaga juda ham ko'p so'rov bo'ladi. Narxi holati ideal holatda 100% suxoy taxta. Bunisini narxi bir donasi 75 ming so'mdan, eni 15, qalinligi 3, 15 ga pilsovoy razmerda. Holati ideal. Ko'rsani bo'lardi inshaalloh, holati zo'r. Narxi 75 ming so'mdan buni. Bunisi 8 ga 2, 1.92 li razmeri suxoy abrishotkaga. Holati zo'r, 4 qirra, uzunligi 4 metrli, narxi 26500 so'mdan donasi abrishotkaga. Bu yerda esa 17,8 ga 48, uzunligi 4 metrli listovinitsa suxoy zavod taxtasi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda, katta butog'i, garbil defekti singani yo'q. Uzunligi 4 metrli bo'lgan listovinitsa. Bunisining narxi bo'lsa 155 ming so'mdan. Xuddi shu razmerda shu zavod taxtasi 5 metrligi ham bor. 5 metr ham juda ko'p so'rov bo'ladi. 17, 19 razmerda 5 metrli, 6 metrli razmerimiz ham bor. Xuddi shu zavod taxtasi 5 metrli, 6 metrli listovinitsa. Uni narxini ham aytib o'taman, kimgadir kerak bo'lsa. Komplekt razmerda juda ham ko'p so'rov bo'ladi. Hozirgi xonalik katta ham ulkan razmeri bemalol bor. Yo'q deb o'ylaman, xudo xolasa bor 5 metr. Kengligi 20,5, qalinligi 4,8, 4,9, uzunligi 4 metrli suxoy zavod taxtasi. 1-2 sortda zavod taxtasi. Holati ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Kengligi 20,5, qalinligi 4,8, uzunligi 4 metrli. Buni donasi 183 ming so'm. Bunisi esa 15 plus, qalinligi 4,8, uzunligi 4 metrli suxoy zavod taxtasi. Bu ham 1-2 sortda, holati ideal holatda. Kengligi 15, qalinligi 4,8, 4,9 gacha ko'rsatadi. Inshaalloh holati zo'r, 4 qirra. Bunisining narxi esa 125 ming so'mdan donasi. Bemalol ko'rsani bo'ladi. To'sin lagerikka razmerlar bor. Buni ham 5 metr, 6 metr razmeri bor. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh ishini ham bitkazib beramiz komplekt qilib. Bu yerda esa xudo xolasa katta ustalarga shurpavod. Bu yerda esa hamma metr bolgarka picholkalagacha bor. Xudo xolasa nomerlarni berib o'tib ketaman. Optim narxda bemalol nima kerak bo'ladigan bo'lsa WhatsApp, Telegramlari bor. Xudo xolasa nomerlarni yozib qoldiraman. Kerak bo'ladigan bo'lsa manaqangi katta razmerdagilari ham bor. Xudo xolasa arratqilargacha bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ma'lumot o'rnida kimgadir kerak bo'lib qolsa bemalol so'rashingiz mumkin. Hamma narsa bor magazinda. Xudo xolasa Optim, dealer, birinchi qo'l tarqataldi. Xudo xolasa
Xijolat yo'qmi? Libboy narsa kerak bo'lsa so'rashing mumkin. Mana bunaqangi gusachkalargacha bor, xudo xolasa. Bolta, kuvalda, shurib, urib, setkalargacha bax. Simpim, hamma narsa bor, xudo xolasa. 309-do'kon. Bu yerda esa 10 ga 3 razmerda suxoy taxta. Holati zo'r, budjetli variantda strapillikka va yo'llardan ko'rinishlari oldi orqa standart. Strapillik donasi 52 ming so'mdan. Bunisi 10 ga 3 razmerda, bunisi esa 1208 ga 3 razmeri. Uzunligi 4 metrli zavod suxoy taxtasi. Tagidan ko'rinishlari inshaalloh hammasi chiroyli taxta, katta butog'i, garbil defekti yo'q. Bemalol ko'rsatmalari strapillikka budjetli variantda. Xudo xohlasa chiroylab ishini bitkazib beramiz. Kengligi 1208, qalinligi 3 sm, uzunligi 4 metr. Buni bir donasining narxi 67 ming so'mdanga. Bu yerda esa 10 ga 2,5 to'liq razmerda qolgan polli shpon taxta. Narxi 54 ming so'mdan. Eni to'liq 10 sm, qalinligi to'liq 2,5 sm qolgan. Uzunligi 4 metrli zavod suxoy taxtasi 100% sasna. Bunisining narxi 54 ming so'mdan. Xohlasa holati ideal taxtani. Bu yerda esa kengligi 9,5 sm qolgan, 9,5 sm, uzunligi 4 metrli. Holati ideal holatda 190 dona qolgan. 35 ming so'mdan sotib kelinayotgan taxta kimgadir kerak bo'lib qolsa 190 ta. Narxini 34 ming so'mdanga pul bo'shashga qilib beraman. Holati zo'r, tanlanib qolmagan, chiroyli holatdagi taxta. Narxi 34 ming so'mdan qilib beraman. Sababi pul bo'shashga kimgadir joyiga to'g'ri kelib qolsa, shtugi 190 dona qolgan, uzunligi 4 metrli zavod suxoy taxtasi, mana ko'rishingiz mumkin. Oppoq, katta butog'i, garbil defekti yo'q. Narxi 34 ming so'mdan buni beraman. Yana bu yerda esa kimgadir kerak bo'lib qolsa 12,2 ga qalinligi 2 qolgan, uzunligi 4 metrli. Donasi 74 dona qolgan. 47 mingdan sotib kelinayotgan taxta 70 taga beraman, 4 tasi bonus. 47 ming so'mdanga bemalol hisoblarsizlar. 10 lik narxidan ham arzon tushadi. 11 lik narxidan demoqchiman. 10 lik ham xudo xolasa endi 38 ming, 40 ming aylanadi. 11 likdan arzon tushadi. 74 dona qolgan. 70 taga beraman. Deyarli demovka narxida bo'ladi. Xom narxi ham bundan balandroq chiqadi. Xo'p, bunisi esa kengligi 11,2, qalinligi 208, uzunligi 4 metrli 100% sasna. Oldi orqasi xuddi shunaqangi ideal holatda 4 qirra. Hamma yoqlargacha e'tibor bilan, xudo xohlasa chiroyli, akkuratli qilib ochilgan shpuntli taxta. Buni narxi bir donasi 62 ming so'mdanga. 100% sasna, ichigacha ideal holati, 2 oy garantiyasi bor taxta. 100% sasna, holati zo'r, 4 qirra. Kengligi 11,2, qalinligi 208, uzunligi 4 metrli. Tig'larga ham e'tibor berib ko'rishingiz mumkin. Standart, hamma taraflama, yumaloqda, katta ham emas, kichkina ham emas. Xudo xolasa zo'r holatda ochilgan, sinib ketmaydi tig'lari, e'tibor bilan ochilgan. Xudo xolasa akkuratli taxlab, akkuratli ochilgan. Inshaalloh holati zo'r. Buni olib yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Xudo xolasa bu taxtani orqasi uzilib qolmaydi. Buni bir donasi 62 ming so'mdanga. Bozor bilan raqobat qilmayman. Qaydandir qimmat. To'g'risi gap. Lekin bozordan hamma taraflama solishtirmayman. Birov tovarni yomonlamayman. O'zimnikini ko'p chiqib maqtamayman. Qo'limdan kelgan taxta, o'zim sotgan taxtamga garantiyasi bor, xudo xolasa. 208 ga 11,2, 1,2 sortda qolgan. Qaydadir bor, 58 ming, 57 ming, 56 mingdan ham bor. 59 mingdan ham bor, 64 ming, 65 mingdan ham bor. O'zimga tushgan narxda, o'zimni qiladigan foydamni qo'yib, narx aytaman. Bunisi narxi 62 ming so'mdan. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Sifatiga yarasha narx xijolat qildirib qo'ymaydi. Kengligi 9,5, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli abrishotkaga, xudo xolasa holati ideal holatda. Narxi 32,500 so'mdan. Tozasi ajramagan. Kengligi 9,5, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli. Bu yerda esa shpuntlik 3 metrli
Kengligi 11.3, qalinligi 2 qolgan. Uzunligi 3 metrli mana taxtaning yuzasi. Hammasi shunaqangi ideal holatda mayda bitoq to'rqira bo'ladi. Kengligi 11.3 ga, qalinligi 2 sm qolgan. Uzunligi 3 metrli. Narxi 33 ming so'mdan. 3 metrli holati mana orqa tarafdan ko'rinishi. To'rqira. Oldagi strapillarni orqa tarafdan ko'rinishi 6 metrligini va orada 5 metrligini xudo xohlasa hammasi aytib o'tilgandagi sifatiga xudo xohlasa garantiyasi bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bunisi esa 3 metrli, kengligi 9.2, qalinligi 3 sm qolgan. Xudo xohlasa 2.9 3 sm qolgan. Donali, pachkalanmagan, shpuntli suxoy taxta. Old orqa standart to'rqirra ko'rishingiz mumkin. Narxi buni bir donasi 42 ming so'mdan. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu taxtani orqa tarafdan ko'rinishi. Xudo xolasa shpuntli taxtalarim hammasi ideal holatda, old orqasi hammasi shunaqangi to'rqirra bo'ladi. 100% sasni suxoy taxta. Bu yerda esa kengligi 13, qalinligi 3 qolish 13.2, 13.1 qolgan. Uzunligi 4 metrli zavod suxoy 100% yel taxta sorti. Qarag'ay emas. Yel taxta yumaloq tig'ida ochilgan, tig'larni ko'rishingiz mumkin. Kirish qismi ham yumaloq, tig'lari ham xudo xolasa yumaloq. Bir-biriga tegib qolmaydi, stik bo'lib qolmaydi yuzasida, xudo xolasa chiroyli chiqadi. Inshaalloh olsani yaxshi niyatda qurilish qilsizlar, xudo xolasa Alloh taolo bundan-da qaliniga qodir qilsin. Eng kamida sizga shu qalinlikdagini tilab qolaman. Bundan-da ziyodasiga, bundan-da qalinini xudo xolasa o'yingizga olib qoqishingizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa ideal holatdagi taxta. Bu yerda esa kengligi 8.7, qalinligi 34, uzunligi 4 metrli, holat ideal holatda 100% suxoy taxta. Narxi 50 ming so'mdan. Uzunligi 4 metrli suxoy taxta, to'rqirra. Bu yerda esa 12.8 ga, qalinligi 32 li, uzunligi 4 metrli listevinitsa, katta bitog'i, garbili, defekti yo'q mana. Mayda bitoq, holati zo'r, to'rqirra. Listevinitsa, kengligi 12.8, qalinligi 32, uzunligi 4 metrli. Buni narxi 70 ming so'm bir donasi. Bunisi esa 14.5 ga 3.5, uzunligi 4 metrli suxoy zavod taxtasi, oppoq holatda 100% sasna, to'rqirra old orqasi, kengligi 14.5 pilisovый, 14.5 kelgan, propuski bor. Qalinligi 34-35 ko'rsatadi. 100% suxoy taxta. Buni bir donasi 80 ming so'mdan. Bu yerda esa kengligi 6 ga 3 pilis razmerda qolgan. Kattaroq ekan. Buni 1 metr 8 ming so'mdan. Yel taxtasi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa kengligi 12.5 ga, qalinligi 44, uzunligi 4 metrli 100% suxoy taxta. Holati zo'r, ko'rishingiz mumkin. Narxi 85 ming so'mdan buni bir donasi. Holati o'rta holatdagi 100% sasni listenisi suxoy taxta. Tozasi ajramagan. 1-2 sort, kengligi 14 cm, qalinligi 4 cm. Uzunligi 4 metrli 100% suxoy listenisi. Laga tusunlikka budjetli variantda, uzunligi 4 metrli, bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Qop-quruq taxta. Ideal holatda old orqa standart to'rqirra. Mayda bitoq, katta garbili yo'q, to'rqirra. Mana ko'rishingiz mumkin. Tozasi ajramagan. Buni bir donasi narxi 95 ming so'mdan. Bu yerda esa 10.5 ga 3.5. Suxoy sasna taxta, holati zo'r. Buni bir donasi 55 ming so'm, strapilli, kengligi 10.5, qalinligi 3.5. Holati zo'r taxtani. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz aytib o'tdim. Xudo xolasa aytilgan narsalar chiqadi. Bemalol ko'rgan narsani, qaysi birindir yoqtirsani, inshaalloh zakaz qilsani chiroylab ishini bitkazib beramiz. Manzilimiz Namangan shaharda. Telefon raqamim 90 222 44 77. Ismim Abdulbosim. Mana shu nomerimda WhatsApp, Telegram, Imo, Max hamma programma bor. Bemalol zakaz qilib, inshaalloh aloqaga chiqsani, xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatingizda bo'lamiz. Ma'lumot uchun, xudo xolasa aytilgan narsa bo'ladi. Bemalol zakaz qilib, uyingizdan pulni berib olishingiz mumkin. Xudo xolasa kela olmaydigan insonlar juda ham ko'p bo'lishadi, ishdan bo'sha olishmaydi.
onalarimiz bor, misol opa singillarimiz borki, bozorga kelisha olmaydi. Zakaz qilsani, inshaalloh yoqtirgan narsani chiqarib beraman. Shopirini pulini shopirdan beraverasizlar. Dostavka xizmati отдельно bo'ladi. Xudo xolasa shopirlarni ham arzon qilib ishini ham bitkazib beraman. Hamma viloyatga xudo xolasa mashinalar bor. Bemalol zakaz qilsani